Men mashinani umuman tushunmaydigan odam uyda bitta katta mashinani test drive qilamiz. Lekin asosiy testdan oldin meni g'ildirakni almashtirish bo'yicha master klass o'tkazishimni so'rab qolishdi. Bolalar ozgina o'ziga kelib olguncha endi men mashina haydayman deganimda yo'q, muvozanat saqlash bo'yicha testdan o'tishimni so'rab qolishdi. Faqatgina muvozanatni ishlatib, mana shu kichkina zoldirni o'rtaga olib kelish kerak. Eng qiyini bu o'yinda uni yutish, chunki men yutqizdim. Stressga qarshi hamma bilgan uslubdan foydalanib, Havail H9 va Havail H6 mashinalarini obzor qilib ko'rdik. Kapotni oching deyapti, chiqib ochib olmoqchi edim, lekin mana bitta knopkasi bor ekan. Menimcha bu men o'ylagandan ancha aqlliroq mashina. H6 2 turbo, nima bo'lishidan qat'iy nazar 230 bitta ot kuchi, massajli kreslo, 360 kamera, panorama tom, avtoparkovka. Endi bu nimani anglatishini tushunib olaylik o'zimiz uchun. Mashina olishdan oldin birinchi o'ylayotgan narsam uni parkovka qilish. Bu yerda avtoparkovka bor ekan. To'g'risi, agar men bo'lsanglar, avtoparkovka menimcha kerak narsa. 360 kamera, 230 bitta ot kuchi, bu degani Santa Clausni ko'rganmiz, 9 tacha bug'i. Shunaqadan 230 bitta ot. To'g'risini aytinglar, obzorga necha H6 ni obzor qilib ko'rdik. Endi H9 ga o'tamiz dedim-ku, lekin buni haydab ko'ramiz. Mashinaning nomi Yamalani ajali. H9 2 turbo, 218 ot kuchi, 7 o'rindiqli, panorama lyuk, 360 kamera, massaj, avtoparkovka. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, haydayotgan paytimda yo'limdan chiqib qolmagansizlar,